$1 million kvartira qanaqa ko'rinishda topshiriladi? Dubayda kirishinglar bilan chap qo'lda открытый kuxnya va zal. Zal bilan kuxnya qo'shilib ketgan, zaldan to'g'ri balkonga chiqsa bo'ladi va o'ng qo'lida spalniyalar bilan sanuzellar kelgan. Birinchi sanuzel bu gostiyoy sanuzel, mehmon kelganda qo'yadigan joyi va chap qo'lida детский xona. Детский xonaning ichida sanuzellar o'zi bilan tropiskiy dushlari bilan agar ikkita o'g'il yo bitta farzand bo'ladigan bo'lsa, mana shu xonani как детский qilsalar bo'ladi. Lekin bu yerda balkonga xod yo'q. Bu nicho strashного. Bu kladovka desa bo'ladi. Kerak emas narsalarni chemodonlar mana shu saqlaysizlar va основной shovqin beradigan, notinchlik beradigan narsa bu стиральная mashinka. Buni ham hisobga olingan va закрытый комнатка qilingan. Bu ikkinchi sanuzel, bu ofisni sanuzeli desa bo'ladi, chunki to'g'risida ofisni kabinet, xohlasanglar ofis qilsanglar bo'ladi, xohlasanglar spalnya qilsanglar bo'ladi. Shkoflari o'zida stroyniy, отдельный shkofga pul ishlatish shart emas, kvartira bilan birga keladi va oxirgisi bu katta spalnya, master bedroom. Master bedroomdan ham balkonga o'zini xodi bor va garderobi, qaranglar, отдельный yopiladi. Garderob chap qo'lda ham, o'ng qo'lda ham. Er va xotinga отдельный garderoblar. Даже rakvina ham ikkita. Что agar er ishga shoshayotgan bo'lsa, xotinini kutib o'tirmaydi. Bu yerda o'zini dushi ham bor, vannasi ham bor. Wow. Shunaqa chiroyli kvartiralar примерно $1,5 million atrofida turadi. Rasulch kelgan bor. Direkt yozaverasizlar.